Rishtonni markaziga yaqin joydan hovli topib qo'ydim. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman. Mahallada aholi yashaydi. Mana shu Fayzli xonadonimiz srochno sotilyapti. Kimga shunaqa uy hovli kerak bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kirganimizda uzun katta darvozaxonasi, 2-3 ta mashinaga joy bor. To'g'rida esa mehmonxonasi, remontlarni ham chiroyli qilib qo'yishdi. O'ng tomonda terrasa 2 ta uy, to'g'rida kuxnyasi, bu tomonda sanuzeli mavjud. Bu Fayzli xonadonimizning ichkari xonalarini videoga ola olmadik, sababi uzoqdan mehmonlar kelgan ekan. O'shani hisobiga to'g'rida kladovka, bu agarodimiz, kanalizatsiya, suv, svetdan umuman muammosi yo'q ekan. Mahallada gaz bor ekan, lekin bu xonadonga gaz kirmagan ekan. Gaz tortishga imkoniyatlari bor ekan. Bu hovlimiz 8 sotiq 4 ta xonadan iborat. Bu xonadonimizning hujjatlardan umuman muammosi yo'q. Rishtonni markaziga yaqin joyda yashayman deganlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hovlimizning narxiga kelsak, narxi 46 ming ekan, yana tushib beradigan joyi bor ekan. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Manzilda eslatib o'taman, Rishtondan kelishingizda, o'ng qo'lda Raygas, ichi o'tganingizda, chap qo'lga mahallaga kirganimizda shu to'g'ridagi uyni yonidagi sotiladi.